Sizchi Humoyun meni ochib berdingiz-da. Tikkan pulimni, конечно, oqladim. Qancha vaqtim bo'ldi? 2 oydadir oqlab olgandirman, balki 3 oydadir. Unisini lekin точно hisob-kitob qilmadim. Ish boshlaganimizda ozgina problemalar ham bo'ldi. O'sha bilan kolleyadan chiqib ketdim. Lekin men 100% oqladim. Oqlandi. Конечно, oqlandi. Xo'p, bizning paketlarimiz bozorga nisbatan qimmat. Ya'ni bizani bilasiz, nech pulga ishlashimizni, qanaqa qilishimizni va yangi paketlarimiz bilan tanishib chiqqan bo'lsangiz kerak. Ya'ni yangi paketlarimiz bizga 40 ming deb aytayapmiz. Siz qo'ygan narxlar bu sizni o'zingiz aytsamki, значит, ishingizni zo'r qilib berasiz. Realniy ishingizni zo'r qilib berasiz-ku. Mayli undan qimmat bo'lsa ham olib tikardim. Например, undan qimmat paket bo'lsa ham 40 ming emas, undan sal ko'proq bo'lsa ham, например, 2 barobar ko'proq olib tikardim, chunki pul tikilmagan joyda ish bo'lmaydi. Tak sizlarning ishingizga mana o'sha sekundda javob berishinglar yo'qadi. Kutib o'tirmay qachon javob beradi. Yozaman сразу, sekundda javob beriladi. Сразу. Idealniy работа mana shunaqa bo'lishi kerak. Sizlardan oldingi komandada unaqa bo'lmagan. Qachon tayyor bo'ladi, qachon bo'ladi. Mana shunaqa filtrlab tashlashardi-da, что men u kadrda o'zim yoqmayman-da. X-mediadan keyin meni ishim normalizatsiya qildi. Sizlar bilan ishlagandan keyin hammasi как положено, men xohlagandagi ketdi. Mana yanvar oxir fevraldan boshlagan bo'lsak, 1 yil ichida qanchalik rost bo'ldi. Chunki 7 yildan beri Instagram bor-ku. Rost. Sizchi Humoyun meni ochib berdingiz-da. Men shuni точно bildim. Blogerga, artistga emas, realniy ishingizga pul tikish kerak. Bu ish bitta storiesli, bitta reelsli bo'lish kerak emas, davomiy bo'lish kerak. Mana 1 yillik proyekt qildik. 1 yillik proyektda siz kam qo'ygansiz protsent. Lekin yaxshi protsentga ko'tarildik biz. Siz kam qo'ygansiz, mazki nima deganman, esingizdan zo'r bo'ladi. Вот этот zo'r bo'ladi и лучше всех fraza bu meni hayotimda har doim yashaydiganimda. Ichim yonib, to'kilib ketayotgan bo'lsa ham лучше всех deyman. Lekin men juda ham xursandman. Sizlar bilan ishlaganni boshlaganimga.